Assalomu alaykum agromarka obunachilari. Mana apparatlarimiz yig'ish ishlari davom etmoqda. Xudo xolasa 65imiz, 55imiz. Yana bitta 65imiz. Ular ham yig'ish jarayoni davom etmoqda. Mana jatkalari qalagina qanotda teriladi, xudo xolasa. Mana arqalari qo'yildi. Arqalarni joy-joyiga qo'yib, arqa apparatlar holatda, igarkalar soz holatda. Apparatlarimiz hech qaysi reduktorlar ochilmagan, ideal holatda. Hammasini arqalari qo'yib qo'yilyapti. Puliga yarasha hammasi. Apparatlarimiz 9000 dan 14000-15 minggacha bor. Holatiga qarab hammasi ketaveradi narxi. Kelishadigan joylari ham bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana buni barimiz o'ta tiniq, ana shu. Ikkita, uchta bor tiniqlarida. Ularni hali orqasini qo'ygan ulgurganimiz yo'q. Arqa apparatlar o'ta ideal holatda. Tovoqlarimiz hali kraskalari ham ketmagan mana. Ideal holatda to'rtta arqa apparatimiz. Holatlardan ko'rib olishingiz mumkin. 9 ta apparatimiz qoldi. Aloqaga chiqaverasizlar. Kechani o'zida 4 ta apparatimiz sotildi. Pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. İşlerimiz devam etyapti. İşler devam etyapmiz. Ustalarimiz ana avjida. İşler devam etyapti. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Arzon narxlarda chiroyli qilib beriladi. Ustaga